Endi bu Cavdatkanmı hem de şu azırqı G'oljiniki chaqchaqchilari orasidagi bir yo'rib chiqqan bir yulduzga o'xshaydi-ku hesabda. Endi G'oljinning azırqı yosh chaqchaqchilari desam, sanaydiganimiz bir netsizlan bor. Shunday ko'z ko'ringan g'olliqidan hamda vakil xarakteridan. Endi men Cavdatkam shaxsan o'zim bak yaxshi ko'raman. Hali qilayotgan so'rlardagi chaqchaqlarning sifatiga qarab turib yaxshi ko'rgan hamda hesabda. Sen to'y qildingmi? Ha, to'y qilganmi? chaqchaqchilar to'y qilmaydi degan. Chaqchaqchilar dunyodan bal ketib turdi degan. Nurali men yaxshi ko'raman deb edi shu. Ben bir sarang emas, sizning ayolingizga olib. Ya sen Ekrem kamni bir yangızlık qilib qo'yding-ku. Aeroplanni topolmay kesh nanzuga tushdi bu. Meshak bir optis qo'nudu deb. Cavdat endi pek dikkat qildi o'zininkicha, o'zining sirtqi obraziga, mayli gap bo'lsin, dikkat qildi. Bu uzun yil shu so'rinda chaqchaq so'rin tarbiyalangan bola bu. Yaxshi-ku aka siz bergan ta'siri ma'lum. Ta'siri intayin yaxshi. Ta'siri yaxshi emasman qo'yman. Tegi pakize. Ta'siri yaxshi emaslarni qabulmayman telefonda. Misol ta'siri yaxshi emas bir nechasi birasi bor ekan, meni ustoz deb olgan. Ustoz, dema meni el dedim. Qabulda. Kim o aka? Yani desek olmaydi. Şaka. Sen Ekrem kamni aytgan taraf shogirdlar oldu. Şunlaşqa menimki xalq orasidagi obrazim yaxshi. O'zimga oid diqqat qiladi. Onun uchun so'rinda o'zininki tarbiyalanish yaxshi. Buning dediqi, buning hargiz Cavdat, sen ani xato qilding, meni xato qilding demaymiz. O'zini o'zi biladi. Chunki bu chaqchaq hozir iliqi mamlakat darajalik moddiy madaniyat qatoriga kirdi bu. Bunun varislari bo'lib, hozir shu Cavdat qatorliq G'oljidagi 7-8 inilarimizga chaqchaq varisi deb, misol oblast darajalik bo'lsin, ish qilib ashunda bir kinishkalar berildi-da. Bu Cavdatlar emas, G'oljidagi shu 7-8 inilarimizningki bundan keyin texnik yaxshi taraqqiy qilib, shu chaqchaqni oxirgacha bizdan keyin saqlab, keyingi avlodlarga yetkazishni chin qalbimdan umid qilaman. Rahmat. Xo'sh, unda esa programmamiz nishot oxirlashdi. Opamda kutib o'tdingiz juma. Birdam o'tiraylik. 8 ga yana bordim. Hamda birini eshitdim yani. Ya şirketlik turg'unni qo'lan qilib yurmaydi. Lekin bu yaxshi jam bo'lish bo'pti aka. Bugun shunda bir xil men bu shunda ozod bo'lib qoldim. Shunda rahat. So'ng birdam o'tiraylik dedim. Ya men o'tiraylik. Beshadan ayirdirib chiqib ketmaydi. Abi savolimga javob bermedingiz aka. Savolga javob bermadingiz. Yusufkamning yosh vaqtidagi ovoz qanday? Men yosh vaqtidagi ovozini bilib ketmayman. Hamda biz qiyirga vaqtda tanishdik. Qiyirga vaqtidagi ovozni bilamiz. Nim bo'pti hamda qiyirga vaqtim to'g'ri. Yosh vaqtim to'g'ri demoqchiman sen. Yamanlab chiqib ketsin. Subhanallah. Sen el tarbiyalanib pek. Birdam o'tirib. Subhanallah. Shunchalar nimani qo'yibsa, meni nima qo'yib qo'ygan? Abi beshinglan shu. Ma'mu uzrning. Burun birsi ishxonada o'tgan biz qilib qolgan nima o'xshaydi? Varis kamdili boshlaymiz qara. Qara. Neyse oran. Ukraine abound deysa tarjima Varis deb qo'ysa. Üstlük obraz vekili. Yani işte Ekrem. Her bir eski. Ma'adatda bir tercüme şikil qahva vardı. Qahvaring o'xshabdi, o'xshitib ketibsan qahva. Tushirib debgan qahva ekan, qilib tushibdi. Ekrem kam qahvani olib oldi bu. Turg'un efendining qo'lini ta'mi vaka, ha? Qo'lini ta'mi. Ya o'z qo'lidan qilgan juma aka. Qo'lini ta'mi vaka. Ekrem efendi bak ishdi shu. Burun. Dedi dersizga. Burunda uyda aytgancha ishmay qahva damlab ichatdik bo'larchi, qo'riga. Qo'riga. Qapoqchimi shudan so'rib. Ya Nurali, naqil emas. Benimnaqi chaqchaqni deyishdi. Bugun men programmani boshlagan ekan qara. Endi sening bilan nomerang bordi? Menim nomer qilib bersam bo'lar? Ben hakam nimda pakirdi seni? Nimda? Balet oynaydi dedi-ku. Dedi ishqim naqshit, Nurali naqshit etpasin biroz. Nurali naqsha, ha. Naqshi et, biz savol yeb o'tiraylik, ashimi programmaga chiqib ketsin. Ha. Ashnandagi vang tundul ketamsan dedi.
Sana köpten köp rahmet. Ustoz akımızdan köpten köp rahmet. Rahmet. Bunda qo'shildim. Ovozing yaxshi ekan. Sana bir chiroq yoq. Öğrüldüm değil mi davası? Açta deb bir necha o'tmab Bir chiroqqa bir bo'til. Mushu sahna o'sha kelgan sizlardek bir chaqchaqni tushundigan, ikra oldidagi sizlarga chaqchaqni biladigan, meshad o'tdagan, xo'shallikni izlab kelayotgan do'stlarga yaxshi bir kulki sunayli deb, saq boshdan oxirli men bularni o'ylantirib chaqchaq qilish bu maqsad emas. Birdan-birimdan xo'shallik topsak, chaqchaqning mayit shu, xo'shallikning mayit shu deb. Shunga mush huzur chaqchaq sahnasini qurib chiqdik. Kelganlar ko'pdan ko'p rahmat ustozlar. Meshadagi barliq do'stlarga hammanglarga rahmat dey. Rahmat. Ha? Rahmat amma. Akramka, Ha. ahadga bundaq qilaylik. Sizlarni otaytan kepsizlar. Ama huzurning qahvalaridimi bersak bo'ladimi? Vay şu toymamasa Ekremka. Akramka sen akatmasa bir yashikni ichib bo'ldim hozir. İşkinimni hesaplab qag'ini bilsanglar u. Huzuruniki az kahvelerini iştanlar menç tedidi dep oylayman. Bo'ladik ya. Beraylik. Ha, unda olsa aka qo'lonlarga tekkandan keyin agar da sizlar yarab qolsa, cho'qim boshqalarga xalqima ya Bilim yez biraymi? tavsiya qilib qo'ysanglar degan umidda unda qabul etgaysizlar. Rahmat. Unda olsa bugungi programmamiz mashada oxirlashdi. Yana bir qitim, yana bir yangi sonlarda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Oltin tuninglar omon bo'lsin. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.